Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qizlar sog'liginglar yaxshimi? Bir necha kunlik kommentariyalarda qoldirgan izohlar, yaxshi gaplar, duolar uchun Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursand bo'lganimdan men ham sizlar uchun nimadir qilgim keldi. O'shaning uchun o'zimchasiga balki sizlarga yoqar, balki yoqmas. Bugun men sizlarga asos andazamni, o'zimni stilimdagi asos andazamni ko'rsatib qo'ymoqchiman qizlar. Agar yoqsa, ma'qul kelsa, shu asosda ham bichib ko'ringlar. Xullas, hammani duolari uchun, yaxshi gaplari uchun, hammasi uchun juda ham kattakon rahmat aytaman va Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Qizlar, xullas, men sizlarga mana shu asos andaza bo'yicha xohlagan stillarda tikishinglar mumkin bo'lgan usullarni ko'rsataman va vitichkalar qayerdan kelib chiqqanlarigacha ko'rsatib beraman. Agar tushunsanglar, sizlar ham shu usulda bichib ko'ringlar. Qizlar, bizga kerak bo'ladi. Birinchi o'zingizlarda o'lchaminglarni olasizlar. Men hozir M razmer uchun olyapman. Uzunligini o'zingizlar xohlagan, masalan, uzun yoki kalta qilib o'zingizlar ola olasizlar. Men faqat biodragacha bo'lgan sxemasini ko'rsataman. Qizlar, mana bu burchakdan materialni 30 santimetrga taxlab oldim bichilish jarayonida. Mana bu joydan boshlab men birinchi bo'lib yelkani oldim 40 cm. Masalan, yelkalar 40 cm bo'ladigan bo'lsa, teng 2 ga bo'lasizlar, chunki materialim teng 2 ga buklangan. Uni yarmi 20 cm ni olaman. Bu yerdan boshlab sirazi men qo'ltiq uchun qaranglar, mana bu burchakdan boshlab bugun men 20 cm ni olyapman. Sababi bor qizlar. Buni keyin aytaman. Endi mana bu joydan bu yerimizdagi ish tugadi. Mana shu joydan boshlab endi men qizlar ko'krak uchun shunday qo'yamanda, taxminan 100 cm aylana bo'lsa, 90 bor, 80 bor, ularni o'zingizlar chiqarib olasizlar. Men o'rtadagi M razmer, M bilan L razmer o'rtasini aytyapman. Mana bu joydan 24 yoki 25 ni shunday, mana bu qo'ltiqdan 20 dan tushgandan keyin mana shu joydan 4 yoki 5 cm o'tadigan 25 cm ni o'lchayman. Ya'ni mana shu burchakdan mana shu taxlangan joygacha 24 yoki 25 ni o'lchab turib, shunday chizib olaman. Bu yerdagi to'r burchak ishim, qo'ltiqqacha bo'lgan ishim tugadi. Endi qizlar, bu oldi tomondan asos boshlayman. Qaranglar, mana bu burchakdan boshlab garlavinlarni topib olaman. Stolkalar qo'yish uchun, varatniklar qo'yish uchun 9 cm ga tushsanglar, вообще zo'r chiqadi. Bu oddiy oldilarim ochilib ketmasin deydigan garlavina uchun mana shu 9 cm juda ham normalniy raqam. Endi garlavinadan keyin mana bu joydan keyin o'zi kelib chiqqan 20 santimetrimiz. Undan keyin mana bu chiziq nima? Bu chiziq ko'krak chizig'i bo'ladi qizlar. Masalan, qizlarniki ko'krakni mana bu burchakdan, yelkadan boshlab, mana bu ko'krakni center grudni o'lchaydigan bo'lsangiz 25, 27, 28 chiqadi-ku. Men hozir o'rtada standart bo'lgan 27 santimetrni olyapman. 27 santimetr M razmerlar uchun ko'proq chiqadi. Mana shu burchakdan boshlab 27 ni olamanda sirazi, mana qaranglar, sirazi liniya tortaman 27 dan keyin. Undan keyin men 2 santimetr sirazi shu yerdan 27 dan keyin 29 qilib turib yana bitta liniya tortib olaman qizlar. Bu ko'krak vitichkasi uchun. Bu mana shunday to'g'ri qilib chizib olasiz ko'krak vitichkasi uchun. Chunki oldida ko'krak bo'lgani uchun orqa bilan farqli, oldi tomonimizda qo'shimcha plus 2 cm vitichka bo'lishi kerak. Mana shu joydagi vitichkani xohlagan joyingizga almashtirasiz. Mana ko'krakdagi vitichka qayerdan kelib chiqadi. Keyin mana bu burchakdan boshlab, mana 27 dan keyin endi 2 cm qo'shib olgan vitichka bu 40 ga ketadigan bo'lgan sababli siz endi mana bu joydan boshlab masalan belis 40 bo'ladigan bo'lsa, endi 40 olmaysizda, mana bu 2 yo'q bo'lib ketadigan vitichkani plus qo'shasizda 42 yoki 44 qilib olasiz. Agar belis 42 bo'lsa 44 oling, belis 38 bo'lsa 40 oling. Xullas 2 cm qo'shimchasi bilan olasiz. Chunki mana bu vitichka yo'q bo'lib ketadi. Buni hisob qilmaysiz. O'shaning uchun mana bu joydan boshlab men hozir 44 cm oldim. Ya'ni 40 bellar uchun. Shuni men shunday mana 25 cm bir xilda tepadagi ko'krak choki bilan bir xilda metkani chizdimda, shunday to'r burchak hosil qilib oldim. Endi asos andaza boshlanadi qizlar. Endi yaxshilab e'tibor beringlar shu yerdan boshlab. Garlavinaga 9 tushganman, bu tomoniga 7 cm oldim. 20 dan 7 ni ayirsangiz 13 qoladi. Bu o'zi yelka kelib chiqadi. Endi mana bu joydan oldin doim men 4 cm tushardim qizlar. Endi 4 emas, men 3 cm ga tushdim. Mana shu yelka uchun 3 cm tushdim. Shunday liniya tortib oldim. Mana bu joyda 20 cm dan 3 ni ayirsangiz nech qoladi? 20 qoladi. 17 qoladi, to'g'rimi? O'zi o'sha 20 edi. Mana bu joydan boshlab endi 3 cm da ayirib olsangiz, polli mana bu joyimiz 17 cm qoladi. Endi qaranglar, shu yerda pryamoy nima deydi? Bira to'la, adashmaslik uchun 7 cm roqqa chiqasizda ko'krak o'yingizni o'yib ketasiz. Ya'ni mana bu burchakdan 1 cm qoldiringda, mana bu joydan 1,5 cm ichkariga kiring. Mana bu burchakdan 7 cm oldi qo'ltig'ini o'yilishi. Mana shu burchak, qo'ltig'imizning burchagidan 7 cm chiqing va ichkariga 1,5 kiring. Endi mana bu burchakdan, mana bu burchak bilan mana bu burchakdan bir qoldirasizda, 1,5 cm bir-biriga ulang va mana bu yelkamizni burchagiga shunday keltirib qo'ying. Mana qo'ltig'imiz kelib chiqdi. Agarda sizda tomchiga o'xshagan lineyka bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchakka yumalog'ini qo'ying va mana bu burchakka uchini qo'yadigan bo'lsangiz, yelkasi o'zi kelib chiqadi. Bu endi lineykasi yo'q qizlar uchun aytib ketyapman. Endi mana oldimiz tayyor bo'ldi. Bu garlavinani endi shunaqa o'zingiz bilganda o'yib olarasiz.
Keyingi qiladigan ishimiz mana bu ko'krak. Ko'krak uchun endi vitichka chiqaramiz qizlar. Mana bu 2 santimetr qo'yib qo'ygan vitichkamizni siz xohlang 8 santimetrdan kam bo'lmasin. 8 santimetrdan kam bo'lib qolsa xunuk chiqadi. 10, 11, 15 gacha. Ya'ni mana bu joyingizdan 12 santimetr qolgunga qadar xohlagan miqdorda chiqishingiz mumkin. Bu sizning xohishingiz. Men masalan 10 santimetrgacha chiqaman qizlar. 10 santimetrgacha normalniy bo'ladi, faqat ehtiyot bo'lib juda ham yedirib ketasiz. Ya'ni shu 2 santimetrda o'rtasi bor-ku, mana bu o'rtasi bor-ku, shuni siz ikki tomonga shunday uchburchak qilib tikishingiz kerak. Shunda mana bu ko'kragingiz, ya'ni 11, 12 gacha yedirib olsangiz ham bo'ladi. Yana ham chiroyli chiqadi. Mana bu joyingizni yedirib qo'ysangiz, ko'kragidagi kiradigan joyi ishib chiqadi. Bir po'stalik uchburchak to'g'ri olib kelib qo'ymang, bu tikishingizdagi mahoratga bog'liq. Yedirib yo'q qilib, chayon surobga, nima deydi, tabiiy holatda yo'q qilib yuborishingiz kerak. Shunda mana ko'krak vitichkasi chiqdi qizlar. Endi bu yerda nima qilamiz? Bu yerda ishimiz tugadi. Mana bu joydan qizlar 10 yoki 11, 12 gacha olishingiz mumkin. Oldi tomondan belni. Shunday olaman. Men masalan hozir 11 santimetr oldim. Mana metka qilib oldim. Mana bu joydan 11 santimetrdan olib metka qildim. Ikki tomonga 1 santimetrdan metka qilaman. 2 sant bu vitichka qizlar. Mana shu joydan, mana bu ko'kragimning liniyasi bor-ku, shu yergacha olib chiqing qizlar. Shu yergacha olib chiqingda, shuni yedirib yo'q qilib yuboring. Ya'ni tepagacha chiqasizmi, boshqacha. Mana belni vitichkasi chiqdi. Endi qizlar, mana bu joydan 9 santimetrni hisoblaysiz, chunki mana bu 2 yo'q bo'lib ketadi. 9 dan keyin, masalan, belingiz 80 santimetr aylanam. 80 ni teng 2 ga bo'lasiz. Nima uchun? Chunki materialim teng bukladim. Necha bo'ladi? 80 santimetr aylana bo'ladigan bo'lsa bel, orqa oldiga bo'lamiz. Biz faqat oldini bechyapmiz. Demak, 40 santimetr bo'ladi. 40 santimetrdan keyin buni teng 2 ga bo'lamiz. Nima uchun? Materialimizni o'rtamizdan teng bo'lyapmiz. 20 santimetr bo'ladi. 20 dan mana bu 9 ni ayiraverasiz. Necha bo'ladi? 20 dan 9 ni ayirsangiz 11 qoladi. Mana bu vitichkalarni umuman qo'shmaysizda, mana bu joydan 11 ni topasiz. 11 ni shunday topib turib, bu yerga har ehtimolga qarshi 2 santimetr chop qo'yasiz. Shunda 13 santimetr belni belgilaysizda, mana bu ko'krak joyigacha shunday chizib qo'yasiz. Shunda mana bu asos kelib chiqadi. Hozir qizlar bu sig'madi, keyingisini boshqa videoga joylayman.